Guljahon, mana 2 yil oldin psixologik ilmlarni o'rganishni boshladingiz. Mana shu 2 yil davomida bu ilmlar sizga qanchalik natija berdi? Hayotingizda qanday o'zgarishlar qildingiz? Avvalambor assalomu alaykum Shermuhammad Karimovichga va barcha shogirdlaringizga, meni yaqindan hurmat qilib tomosha qiladigan barcha muxlislarimga, mana bugun 2025-yil 7-mart sanasida ustozim bilan didor ko'rishib turibmiz jonli. Allohga behisob shukur, mana shu 2 yil ichida ancha tajribaga ega bo'ldim. Bilimga, ilmga, beshikdan to qabrgacha ilm izla degan rost ekan. Yanada ilm olaverish kerak, yanada tajriba orttiravish kerak. Boshida kelgan paytimda uyalar edim, tortinar edim, orzularimni qalbimga saqlagan holatda yuzaga chiqara olmas edim. Siz bilan psixologik ishlab, mana ustozim bilan ishlab, mana ancha bemalol inson har bir orzusiga erishish mumkin ekan. Osongina, faqat ozgina ustozni bilimi, ilmi kerak ekan, ustozlarni. Avvalgi tortinchoq Guljahondan, avvalgi uyalib, ko'plarni ichiga kirib ololmaydigan Guljahondan ancha hayajonni bartaraf etdim. 7 ta qo'shiq yaratdim o'zim aktriska. Xohlagan muallifligingiz. O'zimni mualliflik qo'shiqlarimni yaratdim, Allohga behisob shukur. O'zimni hayotda o'rnimni topa oldim. Nafaqat psixolog, boshqa kasb egasiman ham. Har xil kasbni qilsa bo'lar ekan inson. Insonni o'zini qo'lida ekan. Birinchi o'rinda miya, ikkinchi o'rinda mana tana, uchinchi o'rinda ruh. Ruhingiz nima desa o'shani ong osti bilan bajarishingiz kerak. Quloq solishingiz kerak. Kelgan paytim anchagina to'lachadan kelgan edim. Bozorga borsam bir kiyim olaman desam uyalar edim, tortinar edim. Nahotki men do'mboq qilaman der edim. Parhez qilishim kerak-da, ozishim kerak-da, qanaqa qilsam ekan derdim. Yo'q. Ong osti bilan ishladim, psixologik ishladim. Mana ustoz bilan taxminan yarim soatdan ko'proq o'zimga vaqt ajrataman. 1 soat deyvering. O'zimga aro berib, nahotki men o'zimga o'zim gapirib, men chiroyliman. Men eng baxtli turmush o'rtog'iman. Eng baxtli ayolman deb o'zimga o'zim motivatsiya beraman. Zo'r. O'zimga o'zim. Keyin sizdek ustozim borligidan avvalambor yaratgan Allohimga shukur, sizdek ilmli insonlarni menga uchratganiga. Yanada hali o'ylab qarasam, bilimimga ilm yana kerak deb o'ylayman. Yana ham ilm olish kuchiga, energiyalar olishga tayyorman, xudo xolasa. Nima deydi, o'zimdan kuchliroq insonlar bilan hangama qilib, o'shalarni motivatsiyasini olib, energiyasini olib, yanada kuchga to'lib, o'shalardan ham o'zishga harakat qilmoqchiman, xudo xolasa. Yaratgan qo'shiqlaringizdan o'zingiz qoniqdingizmi? Albatta. O'zizga yoqdimi ular? Albatta. Avvalambor o'sha qo'shiqni ichida o'zi yashashi kerak inson. O'zi yashasa, chekadagi odamlar bemalol eshita oladi. Siz kelganingizda eng birinchi shu psixologik ilmlarni boshlatganingizda birinchi siz bilan birga Sevimli telekanaliga borganmiz, eslaysizmi? Albatta. O'sha Guljahondan hozirgi Guljahon nima farqi bor? O'sha Guljahondan tortinchoq Guljahon edi. O'sha paytda hech ham o'ylamagan edim. Televideniyaga chiqib ketaman, mashhur insonlar bilan hamsuhbat bo'laman, ular bilan duet aytaman deb hech ham o'ylamagan edim. Lekin psixologik ilmlarning kuchi. Psixologik ilmlarning kuchi. Avvalambor sizda insonni uchratganiga behisob shukur qilaman, xursandman. Inson har bir kunini, har bir daqiqasini xursand kayfiyatda o'tkazish kerak. Maroqli, yaxshi insonlar bilan suhbatda bo'lish kerak. Xushchaqchaq bo'lib, yuragini toza qilib saqlasa, inson shuncha umr uzayaverar ekan. Agar g'amli insonlar bilan
bir nima deydi, qalbi og'ir, bir xafagarchilik bo'lgan insonlar bilan hamsuhbat bo'lsangiz, yana nimasini olib yuragingizga o'zingiz kasallik orttirib, qanday seza boshladingiz siz bularni? O'sha- Oldingi Guljahonda yo'q edi-ku bularni sezish. endi ko'rgan insonimga ichim achib ketaverardi, achishib. To'xta dedim. Ular ham menga o'xshagan inson-ku. Bilim olsin, o'ziga aro berib, ikki qo'li, ikki oyog'i soppa-sog'u. Ishlasa pul topadi. Avvalambor miyani ishlatish kerak. Qo'l oyoq ishlatish shart emas. Miya. Osonlikcha pul keladi. Allohga shukr, har tomonlama pul topaman. Turmush o'rtog'imga qaramayman. Avvalida voy turmush o'rtog'im kiyim olib bersa, turmush o'rtog'im tilla taqinchoq olib bersa, kumush olib bersa, turmush o'rtog'imdan pul so'rasam hali u tomonga aylanaman, hali bu tomonga. Yo'q. O'zim. Hammasiga o'zim erishdim. O'z ijodingiz, o'z qobiliyatingiz, bularni yanada ochish, yanada o'z ustida hammasiga ishlash asosida psixologik ilmlar sababchi. Hammasiga. tabriklayman sizni. Rahmat ustoz. Omadingizni bersin. Yanada ilm olmoqchiman sizdan, bilim. O'sha sevimli telekanaliga borganimda universitetda minglab o'quvchilaringiz bor edi. Minglab. Imенно menga nazaringiz tushganidan xursandman. Faxrlanaman. Omadingizni O'shanda borib sevimlida menga ona qo'shig'imni ayttirgan edingiz. Mana shu ona qo'shig'ini 4 qator aytib bermoqchiman. 8-mart bayrami mana ertaga barcha opa-singillarni, onajonlarni tabriklayman. Avvalambor meni dunyoga keltirgan onajonim rahmatli, ruhlari shod bo'lsin. Ustozimni onajonlariga ham ruhlari shod bo'lsin, ilohim. Qaynona oyijonimni ham. Meni shu darajaga kelishimga qaynona oyijonimning duolari juda ham katta sababchi. eshitamiz. 4 qator aytib bermoqchiman. Mehr to'la dunyo, mehribonim ko'p. Mehringga hech kimsa zor bo'lib qolmas. Men uchun olamda bir zot bo'lsa bas. Onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Men uchun olamda bir zot bo'lsa bas. Onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Onajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, jonajonim o'rnini hech kim bosolmas. Jonajonim o'rnini, mehribonim o'rnini, onajonim o'rnini hech kim bosolmas. Mana shu ustozim tufayli, duolari tufayli televideniyaga chiqishdi, o'zi bo'lmaydi. Katta san'atkorlar bilan uchrashishdi, o'zi bo'lmaydi. Buni hammasini bilayapti. Bir kuflit aytganlarni ko'rdik. Men o'zim shunchaki hammasi bilan osongina uchrashib, osongina duolarni olib, Bularni hammasi psixologik o'rgangan ilmlaringizni oson va yengil erishish mumkin deb ong ostini dasturlaganingiz natijasi. Allohga behisob shukr, hozir ne ovoz sohiblari, o'zimdan kichkina yigitlar, mana opajon deydi, Namangandan, Farg'onadan duet aytaylik. Juda ham mashhur insonlar duet aytaylik deb iltimos qilyapti, xudo xolasa. Hammasi bilan ulguramiz inshaalloh nasib. Turk xonanda Sevil Ensar o'g'li bilan ham xudo xolasa rejalashtirganmiz. Mehribonlik uyiga 17-18 mart kunlari konsert beramiz xudo xolasa. Birgalikda duet aytamiz inshaalloh turkcha qo'shiqlar. Omadingiz bersin. Ilohim Alloh rahmat. qo'llasin har doim sizni. Inson, har bir inson orzusiga erishishi mumkin. Hech qachon bitta joyda qolib ketish kerak emas. Xohlagan orzungizni bajarishingiz mumkin. Negaki ozgina ilm sabab, psixologik ilm sabab. Mana shu ustozimga murojaat qilsalaringiz, sizlarni shu salga turtki bersa, buyog'iga bemalol insonning qo'lida o'zi. Men Guljahonni hozir bu nutqiga mahliyo bo'lib qolyapman-da. Guljahon 2 yil oldingi Guljahondan butunlay farqli, tubdan o'zgargan, o'zini ustida ishlagan, haqiqatdan ilmni o'rgangan, vazifalarni bajargan va o'zini qobiliyatini ochib, mana menga so'z bermayapti-da hozir. Qarang, qanday zo'r nutqini ustida ishlagan, o'zini ongi bilan ishlagan, hayoti bilan ishlagan. Juda ham zo'r.
Natijalaringiz men tabriklayman. Xursandman. Rahmat sizdan. ustoz. Judayam xursandman. Shunaqa nima qilishni keragi yo'q. Tortinib men orzumni amalga oshira olmayman. Uyda o'tiraman, boshqa qilaman, bola chaqam bilan bo'lsam deyishni keragi yo'q. Har bir insonni orzusi bor. O'sha orzuni chiqarish kerak, yuzaga chiqarish kerak. Harakat qiling, aziz aka-ukalarim, opa-singillarim. Beshikdan to qabrgacha ilm izlang. Обязательно. Bekorga aytmayapman, o'zingizni seving birinchi navbatda. O'zingiz uchun aro bering. Dunyo ko'ring. Faqat bitta joyda chegaralanib qolmang. Uyalamanda bu kasb, men san'atni og'ir deb o'ylardim. San'at kasbiga kirsa, bu yaxshi emas, san'atkorlar. Kechirib qo'yibdi. San'atkorni ham to'g'ri yo'lda yuribdi hammasi. Hammasini ham oilasi bor, bola chaqasi bor. O'shalardan ibrat olyapman. San'atkorlar hammasi yaxshi. Ular ham o'zimizga o'xshagan inson. Boshqa orzularingiz bo'lsa ham savdo qilasizmi, ustoz bo'lasizmi, u обязательно o'zimizni qo'limizda u narsa. O'zimizda. Albatta. Ilmga, qancha bilimga ega bo'lsak, shuncha energiya olamiz. Har bir kunimizni xursandchilikda o'tkazaylik. Mana bugun kunimdan judayam xursandman, baxtliman. Chunki ustozim Sher Muhammad Karimovich bilan uchrashib, mana hamsuhbat bo'ldim. Minnatdorman ustozdan. Mana yanada duolar olib, nafaqat duo, chet eldan olib kelgan sovg'alarga ega bo'ldim. Hammaga ham nasib qilsin. Shuncha shogirdlarning ichida bitta menga. Omadingizni bersin. Rahmat ustoz. Xursandman. Siz uchun xursandman. Judayam xursandman.